Termiz shahri obodonchiligi va ekologik muhitini yaxshilash yo'lida navbatdagi amaliy qadam tashlandi. Shahar hududida 23 ta zamonaviy yarim yer osti chiqindi konteynerlari o'rnatilib, ulardan foydalanishni yo'lga qo'yish bo'yicha so'nggi tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Ushbu tizimning shahar sanitariya holatini yaxshilashdagi amaliy afzalliklari va tahliliy imkoniyatlari haqida navbatdagi lavhamizda ma'lum qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-yanvardagi tegishli farmoniga muvofiq hududlarda zamonaviy chiqindi yig'ish tizimini joriy etish izchil davom ettirilmoqda. Ushbu dastur doirasida Termiz shahri uchun 2 milliard 281 million so'm mablag' yo'naltirildi. Ajratilgan sarmoya evaziga har birining hajmi 3 kub metr bo'lgan 23 ta yarim yer osti konteyneri hamda ularga xizmat ko'rsatuvchi bitta maxsus ilgakli chiqindi tashish texnikasi xarid qilindi. Yarim yer osti konteynerlarining afzalligi shundaki, ular chiqindi hidining tarqalishini oldini oladi, atrof muhit tozaligini saqlaydi va shahar ko'rkiga estetik chiroy bag'ishlaydi. Maxsus ilgakli texnika esa jarayonni to'liq avtomatlashtirgan holda chiqindilarni tez va tartibli tashib ketish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-yanvardagi Prezident farmoyishiga asosan istiqbolli loyihasi asosida Termiz shahrida 23 ta yarim yer osti konteynerlar o'rnatishi belgilangan bo'lib, hozirda Termiz shahar biotexnika MChJ tomonidan qulay tarzda o'rnatishi belgilangan. Bu konteynerlarimiz zamonaviy tipda bo'lib, aholiga sifatli va qulaylik uchun yaratilgan. Zamonaviy konteynerlarimiz eski konteynerlardan farqi yer ostiga joylashgan bo'lib, har xil badbo'y hidlardan oldini olish uchun yaratilgan. Konteyner to'langanda ikkita zamonaviy ilgakli texnikalar keltirilgan bo'lib, ilgakli texnikalar kelib yer ostidagi konteynerlar tepaga ko'tarilgan holatda yana tushiriladi. Konteynerlar bo'shatilib, yana yer ostiga joylashtiriladi. Mutaxassislarning tahlillariga ko'ra, mazkur loyihaning samaradorligi logistikaning to'g'ri yo'lga qo'yilgani bilan belgilanadi. Bitta zamonaviy ilgakli texnika 23 ta belgilangan grafik asosida tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish quvvatiga ega. Tizimning avtomatlashtirilgani inson omilini kamaytirib, chiqindi tashish vaqtini bir necha baravarga qisqartiradi hamda yoqilg'i va resurslarni iqtisod qilish imkonini beradi. Loyiha o'z vaqtida va sifatli bajarilib, Termiz shahrida ekologik madaniyat va zamonaviy infratuzilmani yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Istiqbolda bu kabi ilg'or loyihalar qamrovini yanada kengaytirish va yangi texnikalar hisobiga tizim imkoniyatlarini oshirish ko'zda tutilgan.